bugungi ishimiz yengil dumalagan Matiz. Bu Matizchamizni ishini boshlaymiz. Mana bu yerga nimalargacha qayrilgan, mana bu taraf yaxshi. Xo'sh, mana holatlari, ana oldin kirilo pachaq. Xo'sh, mana bu eshigimiz kirgan. Karnizimiz pachaq. Xo'sh, bu tarafdan orqa tarafi butun. Mana shu taraf chap kirilo. Mana pachaq bo'lgan. Mana bu eshigimiz ham pachaq bo'lgan. Bu eshigimiz ham almashadi. Xo'sh, bu tarafidan mana bu kirilo. Mana qay darajada pachaq. Yana bu stoyka ozgina mana stoyka qaytgani uchun laboy singan. Mana oldin kapotimiz ham almashadi. Mana kirilosini kesib oldik. Matizchamizni kirilosini. Endi yangi kiriloni o'rnatamiz. Mana mashinchamizni zadni eshigi, zadni kirilosini o'rnatib oldik. Ana svarkalari ana ideal holatda. Zazorlari ham zo'r holatda keldi. Mana mashinamiz eshigi. Mahkum qilib chiqamiz. Mana bu taraf kraska tayyor. Kraskasini sepamiz. Mana bu tarafni ham karnizini sepib olamiz. Mana Matizchamiz tayyor bo'ldi. Matizchamizni holati ideal holatda. Bu taraflari Matizchamizga ketgan xarajatlar 4.400.000 zapchast bo'ldi. Xizmat haqqisi 4 million so'm bo'ldi. Jami 8.400.000 so'm. Mashinamiz ideal holatda keldi. Pachaq bo'lgan detallar almashib yangi qo'yildi. Bizni kuzatib boring, like bosib, qo'llab-quvvatlang. Rahmat hammaga.